Tovar xomashyo birjalari barchamizga ma'lumki, barcha davlatlarning iqtisodiyotini asosiy lokomotiv hisoblanadi. Demak, butun dunyodagi tovar ayirboshlashlar, tovar sotilishlari, sotib olishlari, narx belgilashlari, kotirovkalar hammasi hozirgi kunda biz bilamizki, rivojlangan davlatlar, rivojlanayotgan davlatlarda hammasida tovar xomashyo birjalari orqali, fond birjalari orqali va bir qator yana o'sha iqtisodiyotning muhim bo'lgan yo'nalish birjalari orqali olib boriladi. Bu yerda aytish joizki, aynan tovar xomashyo birjasi, O'zbekiston Respublika tovar xomashyo birjasi aynan O'zbekiston iqtisodiyotining rivojlanishiga juda katta muhim hissalardan birini qo'shib keladi, haligacha kelmoqda. Ozgina tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak, O'zbekiston Respublika tovar xomashyo birjasining tashkil topishi, rivojlanishi bo'yicha ozgina gaplashadigan bo'lsak, 1994-yildan boshlab tashkil topgan bo'lsa, o'tgan yili biz O'zbekiston Respublika tovar xomashyo birjasining 30 yilligini nishonladik. Mana bu yil 31-yil ketyapti. Aytish joizki, shu yillar davomida juda ko'plab ishlar amalga oshirildi. Turli xil platformalar bo'yicha yangiliklar tatbiq etildi. Aytish mumkin, masalan, bir platformani olsak, bu davlat xaridlari platformasi, spot tovarlari, spot bozori platformasi bor. Undan tashqari mobil raqam platformasi bor. Avtoraqamlar platformasi bor. Domen.uz yangi platformamiz. Undan tashqari logistika platformasi bor. Bu nimadan dalolat beradi? Buning barchasi elektron tarzda olib boriladigan tovar xomashyo birjasining rivojlanishidan dalolat beradi.